Salom, aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun biz siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Labo modelini yaqindan ko'rib chiqamiz. Bu model Chevrolet oilasidagi eng yangi yangiliklardan biri bo'lib, ayniqsa kichik biznes egalari va shahar ichida qulay transport vositasi qidirayotganlar uchun mo'ljallangan. Keling, avvalo uning dizaynidan boshlaylik. Chevrolet Labo dizayni sodda, lekin zamonaviy ko'rinishga ega. Old panelda keng radiator panjarasi va zamonaviy yoritish tizimi bilan ajralib turadi. Farlar shahar ichidagi va tun bo'yi haydashda yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. Avtomobilning tashqi chizmalari silliq va aerodinamik bo'lib, bu yoqimli ko'rinish bilan birga yoqilg'i tejamkorligini ham oshiradi. Orqa qismdagi eshiklar va yuk tashish maydoni amaliy jihatdan qulay qilib ishlab chiqilgan. Bu model ayniqsa kichik yetkazib berish xizmatlari yoki shahar ichida tezkor ishlashga mos keladi. Endi texnologiya tomoniga o'taylik. Chevrolet Labo zamonaviy ichki tizimlar bilan jihozlangan. Raqamli displey yordamida haydovchi avtomobilning barcha ko'rsatkichlarini bir qarashda kuzatishi mumkin. Audio tizimi va Bluetooth ulanishi orqali qo'ng'iroqlar va musiqa qulay boshqariladi. Ba'zi modellarda sensorli ekran bilan boshqariladigan multimedia tizimi mavjud bo'lib, navigatsiya va boshqa yordamchi funksiyalarni qo'llash imkonini beradi. Bundan tashqari xavfsizlik texnologiyalari ham yaxshi darajada. Orqa kamera, park sensorlari va ba'zi modellarda avtomatik favqulodda to'xtash tizimi mavjud. Amaliyot nuqtai nazaridan Chevrolet Labo juda qulay. Ichki maydon yetarlicha keng, old va orqa o'rindiqlar qulay, shuningdek, yuk tashish uchun yetarli joy ajratilgan. Orqa eshiklar katta bo'lib, katta buyumlarni ham oson joylashtirish mumkin. Kichik shahar yo'llarida burilish va park qilishda avtomobilning o'lchami qulaylik beradi. Yonilg'i tizimi ham shahar transporti uchun ideal. U tejamkor va muntazam ishlashga mo'ljallangan. Endi ishlash va texnik xususiyatlarga e'tibor qilaylik. 202